Okey, mana orqamda nomeri rostakasini taqildi. Cobaltga bitta e'tibor bermasangiz bo'lmaydi. 50S007. Mana bu yerda bitta kalti qilib qo'yganda, buni olish oson, faqat mana shu ikkita bukvasini topsangiz bo'ldi. Yutuq egasini qanaqa aniqlayman? Kommentariyaga prosta yozib qoldirasiz. Yusuf sizniki. Mashinani turishini bitta ko'ramiz akalar. Okey, necha pul taklif qilishdi mashinaga? Mashinaga aka 15 ming taklif qilishdi. Mashinani minaman, sotmayman, lekin mashina prosta bomba, o'ta komfort. Okey, qayerdan taklif qilishdi 15 mingni? 15 mingni Qo'qonda yutgan kunim o'zidayoq taklif qilishdi. Undan keyin ham hozirgacha ham taklif bo'libdi. Sotmayman, lekin minaman. Dinor raqamlaridan nomer podarka bo'ldi akangga. Valvalin tomonidan 1 yillik voucher, ya'ni cheklovsiz. Xohlaganingizcha mana shu Cobalt uchun quyurasiz. Valvalindek okalarimizni sizga 1 yillik hadya qilishdi, okey? Omadingiz bersin, sotasizmi, sotmaysizmi, o'sha gap, o'zingizni mulkingiz, okey? Okaga tushdi, namanganlik akalarimizni shu Cobaltni yutib olishdi. Ya'ni okam yutib oldilar. Xayrli bo'lsin. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling.